Bugun men sizlarga juda muhim mavzuni sodda qilib tushuntirib beraman. Gap 1 iyuldan pensiya jamg'armasi tizimida aholiga qulaylik beradigan yangiliklar, pullar, hujjatlar, nafaqa va pensiya masalasida odamlar ko'p duch keladigan muammolar haqida ketadi. Bu ma'lumot faqat pensionerlarga emas, balki ota-onasi pensiya oladigan, nogironligi bo'yicha nafaqa rasmiylashtirayotgan, o'quvchisini yo'qotganlik pensiyasi oladigan, mehnat stajini tiklamoqchi bo'lgan yoki yaqin yillarda pensiyaga chiqadigan har bir oilaga tegishli. Men buni bekorga hammaga keladi deb aytmayapman. Chunki pensiya masalasi bir kun kelib har bir insonning eshigini taqillatadi. Kimdir bugun hujjat topshiradi, kimdir onasining pensiyasini tekshiradi, kimdir otasining staji noto'g'ri hisoblanganini bilib qoladi. Kimdir esa menga qancha chiqadi deb oldindan hisob-kitob qiladi. Shuning uchun hoziroq kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing, chunki men aytadigan ma'lumotlar sizga yoki yaqinlaringizga pul, vaqt va asabni tejab beradi. Avval qanday edi? Ilgari pensiya yoki nafaqa masalasida odamlar ko'pincha bir nechta idoraga qatnardi. Kimdir pensiya jamg'armasiga borardi, keyin undan mehnat daftarchasi so'ralardi. Keyin arxidan ma'lumotnoma olib kelish kerak bo'lardi. Keyin ish joyidan ish haqi haqida hujjat so'ralardi. Bir qarashda oddiy tuyuladi, lekin amalda bu jarayon ko'pchilik uchun juda qiyin bo'lgan. Masalan, odam 1990-yillarda bir zavodda ishlagan bo'lsa, bugun o'sha zavod yopilgan bo'lishi mumkin. Hujjatlar arxivga topshirilganmi yoki yo'qmi, noma'lum. Arxiv topilsa ham ma'lumotnoma olish uchun vaqt ketadi. Agar hujjatda familiya bitta harf bilan noto'g'ri yozilgan bo'lsa, yana tushuntirish, tasdiqlash, sudga murojaat qilishgacha boradigan holatlar bo'lgan. Natijada inson pensiya yoshiga yetadi, lekin pulini vaqtida ola olmaydi. Endi 1 iyuldan boshlab pensiya jamg'armasi tizimida eng muhim o'zgarish shuki, ko'plab jarayonlar yanada qulay, tezkor va elektron ma'lumotlar asosida ko'rib chiqiladigan tartibga o'tmoqda. Bu nimani anglatadi? Bu shuni anglatadiki, davlat idoralari o'zida bor ma'lumotni odamdan qayta-qayta talab qilmasligi kerak. Agar ish staji, ish haqi, shaxsiy ma'lumot, tug'ilganlik, nikoh, nogironlik, o'lim holati yoki boshqa asosiy ma'lumotlar elektron bazalarda bo'lsa, ularni idoralar o'zaro ko'rib, fuqaroning ishini yengillashtirish kerak. Men bu yerda eng muhim jihatni alohida ta'kidlayman. Yangilikning mazmuni faqat pensiya oshdi degan gapdan iborat emas. Asosiy yoqimli syurpriz shundaki, ko'pchilik uchun pensiya va nafaqa bilan bog'liq xizmatlar osonlashadi. Ortiqcha hujjatbozlik kamayadi. Ba'zi holatlarda fuqaro o'zi bilmagan huquqlarini ham aniqlashi mumkin. Ya'ni masala faqat pul miqdorida emas, balki pulni to'g'ri, vaqtida va ortiqcha ovora bo'lmasdan olishda. Endi kimlar ayniqsa e'tiborli bo'lishi kerakligini tushuntiraman. Birinchi navbatda pensiya yoshiga yaqinlashayotgan fuqarolar, erkaklar, ayollar, ayniqsa 5-6 yosh oralig'ida bo'lganlar. Albatta o'z stajini oldindan tekshirish kerak. Men ko'p ko'rgan holat shuki, odam pensiyaga chiqishiga bir oy qolganda hujjat yig'ishni boshlaydi. Keyin bilib qoladiki, 5 yil ishlagan joyi bazada yo'q. 3 yil uchun ish haqi ma'lumot topilmayapti. Mehnat daftarchasida muhr xira tushgan. Shunda vaqt yetmaydi, odam yuguradi, asabiylashadi. Natijada da pensiyasi tayinlash kechikadi. Misol keltiraman. Deylik, opa 1997 yildan 2005 yilgacha tikuv fabrikasida ishlagan. Keyin 2005 yildan 2015 yilgacha bozorda yakka tartibda savdo qilgan, lekin hamma davrlar uchun badal to'langan, to'lanmaganini aniq bilmaydi. 2025 yildan keyin yana maktabda farrosh bo'lib ishlagan. Agar bu opa pensiyaga chiqishdan oldin stajini tekshirtirmasa, pensiya tayinlash vaqtida 1937 yil 2005 yillarni tasdiqlash uchun arxiv kerak bo'lishi mumkin. Bozordagi davr esa sug'urta badallari bilan bog'liq bo'ladi. Natijada umumiy staj noto'g'ri chiqib qolsa, pensiya miqdori ham kamayadi. Ammo hozirdan tekshirsa, yetishmayotgan hujjatni vaqtida to'ldiradi va o'ziga tegishli pulni yo'qotmaydi. Ikkinchi toifa, hozir pensiya olayotganlar. Ko'pchilik men pensiyamni olib yuribman, menga nima aloqasi bor deb o'ylaydi. Aslida aloqasi bor. Chunki pensiya miqdori ayrim holatlarda qayta ko'rib chiqilishi mumkin. Masalan, ilgari hisobga olinmagan ish staji topilsa, ish haqi ma'lumotlari aniqlansa, imtiyozli davrlar tasdiqlansa, nogironlik guruhi bo'yicha o'zgarish bo'lsa yoki boshqa qonuniy asoslar yuzaga kelsa, odam o'z pensiyasini qayta hisoblatish huquqiga ega bo'lishi mumkin. Albatta, bu har bir pensionerga avtomatik ravishda
katta pul qo'shiladi degani emas. Lekin tekshirib ko'rish zarar qilmaydi. Oddiy hayotiy misol olaylik. Bir aka 62 yoshda 2 yildan beri pensiya oladi. U pensiya tayinlanganda 28 yil staj hisoblangan deb o'ylaydi. Keyin eski hujjatlarni ko'rib 1997-1998 yillarda ishlagan korxonasidan ma'lumotnoma topadi. Agar bu davr oldin hisobga olinmagan bo'lsa, u pensiya jamg'armasiga murojaat qilib pensiyasini qayta hisoblashni so'rashi mumkin. Natijada har oy 1000 so'm, 2000 so'm yoki undan ko'proq farq chiqishi mumkin. Men aniq summa va'da qilinmayman. Chunki har bir ish alohida hisoblanadi. Lekin odam o'z huquqini bilmasa, shu farqdan yillar davomida bexabar qoladi. Uchinchi toifa nogironligi bo'yicha nafaqa yoki pensiya oladiganlar va ularning yaqinlari. Bu yerda ham iyuldan keyingi qulayliklar juda muhim. Chunki nogironlik bo'yicha ma'lumotlar tibbiy ijtimoiy ekspertiza tizimi orqali elektron almashilsa, fuqaro har bir idoraga alohida hujjat ko'tarib yurmasligi kerak. Eng katta muammo nima edi? Odam kasal, yurishi qiyin, lekin undan hujjat olib kel, nusxa qil tasdiqlat yana kel deyilardi. Endi tizimlar o'zaro ishlasa, bu kabi ortiqcha qatnov kamayishi kerak. Masalan, farzandi nogironligi bo'lgan ona nafaqa rasmiylashtirmoqchi. Ilgari u tibbiy xulosa tug'ilganlik guvohnomasi, yashash joy ma'lumot, bank kartasi, ariza va boshqa hujjatlar bilan ko'p joyga borishi mumkin edi. Endi asosiy ma'lumotlar elektron bazalarda bo'lsa, ariza jarayoni yengillashadi. Bu ayniqsa qishloqda yashaydiganlar uchun katta yordam. Chunki bir tuman markaziga borib kelishning o'zi pul, vaqt va yo'l degani. 4-toifa boquvchisini yo'qotgan oilalar. Bu juda nozik masala. Oila boshlig'i vafot etgandan keyin o'rta voyaga yetmagan bolalar, o'qiyotgan farzandlar yoki mehnatga layoqatsiz yaqinlar qolishi mumkin. Ko'pchilik bunday paytda ruhiy zarbadan chiqa olmaydi. Qaysi idoraga borishni bilmaydi. Nafaqa yoki pensiya huquqi borligini ham eshitmagan bo'ladi. Shuning uchun men aytaman, agar oilada boquvchi vafot etgan bo'lsa, albatta pensiya jamg'armasi yoki davlat xizmatlari markazi orqali maslahat oling. Chunki boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi yoki nafaqasi oilaga katta yordam bo'lishi mumkin. Masalan, ota vafot etdi, uning 2 farzandi bor. Biri 20 yoshda, biri 20 yoshda. Agar ota rasmiy ishlagan, staji bo'lgan bo'lsa, bolalarga boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi tayinlanishi mumkin. Agar staj yetarli bo'lmasa, boshqa turdagi ijtimoiy nafaqa masalasi ko'rib chiqiladi. Bu yerda hujjatlarni to'g'ri topshirish, bolalarning o'qishi, yoshi, qarindoshlik aloqasi, vafot etgan shaxsning staji va ish haqi ma'lumotlari muhim bo'ladi. 5-toifa norasmiy ishlagan yoki chet elda ishlagan fuqarolar. Ko'p odamlar men ko'p yil ishladim, demak pensiyam yaxshi bo'ladi deb o'ylaydi. Lekin pensiya hisobida eng muhim narsa oddiy ishlaganingiz emas. Rasmiy tasdiqlangan staj va to'lovlar borligidir. Agar odam 10 yil qurilishda ishlagan bo'lsa, lekin shartnoma bo'lmasa, soliq va ijtimoiy to'lovlar bo'lmasa, bu davrni pensiya hisobiga kiritish qiyin bo'lishi mumkin. Shuning uchun bugundan boshlab har bir ishlayotgan odam o'z mehnatini rasmiylashtirishga harakat qilishi kerak. Men buni yoshlar uchun ham aytyapman. Bugun 25 yoshli yigit pensiya menga hali uzoq deb o'ylaydi. Lekin 10 yil norasmiy ishlasa, keyin yeshim yoshga kelganda afsuslanadi. Rasmiy ish haqi kam ko'rsatilsa ham kelajakda pensiya miqdoriga ta'sir qiladi. Masalan, odam qo'liga 5 million so'm oladi. Lekin hujjatda 1.200.000 so'm ko'rsatiladi. Bu bugun unga qulay tuyulishi mumkin, chunki ayrim to'lovlar kamroq bo'ladi. Ammo ertaga pensiya hisoblanganda aynan rasmiy daromadlar muhim bo'ladi. Endi istisnolar. Xatolar va ko'pchilik bilmaydigan nozik shihatlar haqida gapiraman. Birinchi nozik shihat, har qanday yangilik hamma uchun bir xil pul qo'shiladi degani emas. Internetda ba'zan iyuldan hammaning pensiyasiga falon so'm qo'shiladi yoki hamma avtomatik pul oladi degan gaplar tarqaladi. Men sizlardan iltimos qilaman, bunday xabarni ko'rganingizda darhol ishonib ketmang. Pensiya miqdori, qonundagi aniq formula, staj, ish haqi, pensiya turi, imtiyozlar va boshqa omillar asosida hisoblanadi. Kimdadir o'zgarish bo'ladi, kimdadir faqat xizmat ko'rsatish tartibi yengillashadi. Kimdadir esa hech qanday qayta hisoblash asosi bo'lmasligi mumkin. Ikkinchi nozik jihat, elektron bazada xato bo'lishi mumkin. Hammasi kompyuterda bor ekan deb qo'l qovushtirib o'tirmang. Bazada familiya noto'g'ri yozilgan, tug'ilgan sana mos kelmagan, ish joyi noto'liq kiritilgan, staj davri tushib qolgan holatlar bo'lishi mumkin. Shuning uchun men har doim maslahat beraman.
myboqigov.uz pensiya jamg'armasining elektron xizmatlari yoki tuman bo'limi orqali o'z ma'lumotlaringizni tekshirtiring. Agar xato bo'lsa, uni erta tuzatish osonroq. Pensiya tayinlanadigan kuni xato chiqsa, jarayon cho'ziladi. Uchinchi nozik jihat, mehnat daftarchasi hali ham muhim bo'lishi mumkin. Elektron tizimlar rivojlanmoqda, lekin eski yillar uchun, ayniqsa 1990 yillar va undan oldingi davrlar uchun mehnat daftarchasi arxiv ma'lumotnomasi. Buyruqlardan ko'chirma, ish haqi to'g'risidagi ma'lumotnoma kerak bo'lishi mumkin. Shuning uchun eski hujjatlarni tashlab yubormang. Ba'zi odamlar endi hammasi elektron bo'lib ketdi deb eski qog'ozlarni keraksiz deb o'ylaydi. Bu katta xato. Qog'oz hujjat ko'p hollarda sizning pulingizni himoya qiladigan asos bo'lib qoladi. 4-chi nozik jihat, ism familiya o'zgarishi. Ayollar turmushga chiqqandan keyin familiyasini o'zgartiradi. Ba'zida eski diplom, mehnat daftarchasi, ish hujjatlari qizlik familiyada bo'ladi. Pasport esa yangi familiyada. Bunday holatda nikoh guvohnomasi yoki familiya o'zgarganini tasdiqlovchi hujjat kerak bo'ladi. Agar bu hujjat bo'lmasa, stajni tasdiqlash qiyinlashadi. Shuning uchun ayollar, ayniqsa pensiyaga yaqinlashayotgan opa-singillar eski va yangi familiya bog'lanishini tasdiqlovchi hujjatlarni oldindan tayyorlab qo'ysin. 5-chi nozik jihat. Bolani parvarish qilgan davrlar. Ko'pchilik ayollar farzand tarbiyasi sababli ishda uzilish bo'lganini aytadi. Qonunchilikda ayrim davrlar stajga qo'shilishi mumkin bo'lgan holatlar bor. Lekin bu avtomatik ravishda hamma davr to'liq qo'shiladi degani emas. Farzandlar soni, tug'ilganlik guvohnomalari, parvarish davri, ishdagi tanaffus va boshqa shartlar alohida ko'rib chiqiladi. Men ayollarga shuni maslahat beraman. Farzandlaringizning tug'ilganlik hujjatlari, nikoh hujjatlari, mehnat daftarchangiz va boshqa dalillarni bir joyga jamlab qo'ying. 6-chi nozik jihat, imtiyozli pensiya masalasi. Ayrim kasblarda ishlaganlar muddatidan oldin pensiyaga chiqish huquqiga ega bo'lishi mumkin. Masalan, zararli yoki og'ir mehnat sharoitidagi ishlar, ayrim tibbiyot, ta'lim, sanoat, konchilik, transport yoki boshqa sohalar bo'yicha maxsus tartiblar bo'lishi mumkin. Lekin bu yerda lavozim nomi, ish sharoiti, buyruqlar, attestatsiya hujjatlari va ish davri juda muhim. Odam men zavodda ishlaganman deyishi yetarli emas. Qaysi sexda, qaysi lavozimda qancha muddat, qanday sharoitda ishlaganini hujjat tasdiqlashi kerak. 7-chi nozik jihat, bank kartasi va to'lov usuli. Pensiya yoki nafaqa tayinlansa ham pulni olishda karta, bank rekvizitlari. Ishonchnoma, uyga yetkazib berish kabi masalalar chiqadi. Keksalar ko'pincha bank kartasini farzandiga berib qo'yadi, PIN kodini aytadi. Men buni xavfli deb hisoblayman. Pul pensionerniki. Agar farzand yordam bersa, albatta yaxshi, lekin karta va kodni nazoratsiz berish keyinchalik oilaviy nizoga olib kelishi mumkin. Agar pensioner harakatlana olmasa, qonuniy ishonchnoma rasmiylashtirish yoki belgilangan tartibda to'lovni tashkil qilish kerak. 8-chi nozik jihat, firibgarlardan ehtiyot bo'lish. Yangilik chiqqanda firibgarlar ham faollashadi. Men pensiya jamg'armasidanman. Sizga pul tushirish uchun karta raqamingizni va kodini bering. Iyuldan bonus chiqdi. Mana shu havolaga kiring. Hujjatingizni tezlashtirib beraman. Pul o'tkazing degan gaplarga ishonmang. Hech qaysi rasmiy idora sizdan telefon orqali bank kartangizning maxfiy kodini so'ramaydi. Agar shubhali qo'ng'iroq bo'lsa, tuman pensiya jamg'armasi bo'limiga yoki rasmiy kol markaziga o'zingiz telefon qiling. Endi men sizga aniq nima qilish kerakligini bosqichma-bosqich aytaman. Birinchi qadam, o'zingiz yoki ota-onangizning pensiya holatini tekshiring. Agar pensiya yoshiga yaqin bo'lsangiz, bugunoq mehnat daftarchangizni, pasport yoki ID kartangizni, STIR yoki JSSHIR ma'lumotlaringizni, diplom, harbiy xizmat, farzandlar tug'ilganlik guvohnomasi, nikoh guvohnomasi kabi hujjatlarni bir joyga yig'ing. Hujjatlar eski bo'lsa, nusxa qiling, lekin aslini alohida saqlang. Ikkinchi qadam, ish stajingizni solishtiring. Mehnat daftarchangizda qaysi sanadan qaysi sanagacha ishlaganingiz yozilganini ko'ring. Har bir ish joyi bo'yicha ishga kirish va ishdan bo'shash buyrug'i to'g'ri ko'rsatilganmi? Muhr bormi? Lavozim nomi o'qiladimi? Sana xato emasmi? Agar biror joyda 1998 yil o'rniga 1999 yil yozilgan bo'lsa yoki oy kun tushib qolgan bo'lsa, bu keyinchalik savol tug'dirishi mumkin. Bunday xatolarni oldindan aniqlash juda muhim. 3-qadam. Elektron ma'lumotlaringizni tekshiring. Davlat xizmatlari markaziga boring yoki imkoningiz bo'lsa Mayfaqqa.
uz orqali xizmatlardan foydalaning. Pensiya jamg'armasining rasmiy elektron xizmatlari bor yo'qligini tekshiring. Shaxsiy ma'lumotlaringiz, mehnat faoliyatingiz, to'lovlar va boshqa yozuvlar to'g'ri aks etganini ko'ring. Agar tushunmasangiz, farzandingizdan, ishonchli qarindoshingizdan yoki davlat xizmatlari markazi xodimidan yordam so'rang. 4-qadam, yetishmayotgan staj bo'yicha arxivga murojaat qiling. Agar eski ko'hna yopilgan bo'lsa, uning hujjatlari qaysi arxivga topshirilganini aniqlash kerak. Tuman yoki viloyat arxiviga yozma ariza beriladi. Arizada ism, familiya, tug'ilgan sana, ishlagan korxona nomi, lavozim, taxminiy ishlagan yillar, agar bo'lsa sex yoki bo'lim nomi ko'rsatiladi. Masalan, men 1930 yil mart oyidan 1937 yil sentyabr oyigacha falon tikuv fabrikasida tikuvchi lavozimida ishlaganman. Ushbu davr bo'yicha ish staji va ish haqi to'g'risida ma'lumotnoma berishingizni so'rayman deb yoziladi. 5-qadam, pensiya qayta hisoblashga asos bormi, shuni aniqlang. Agar siz allaqachon pensiya olayotgan bo'lsangiz va yangi hujjat topgan bo'lsangiz, darhol tuman pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qiling. Mening pensiyam tayinlanganda ushbu davr hisobga olinganmi? Tekshirib berishingizni so'rayman deb ariza yozing. Arizaga hujjat nusxasini ilova qiling, aslini ko'rsatishga tayyor bo'ling. Arizangiz qabul qilingani haqida ro'yxatdan o'tgan raqamni oling yoki elektron tasdiqni saqlab qo'ying. 6-qadam, agar rad javobi olsa, uni og'zaki qoldirmang. Bu juda muhim. Ba'zan odam idoraga boradi. Unga bo'lmaydi deyishadi. U qaytib ketadi. Men bunday qilmaslikni maslahat beraman. Agar sizda asos bo'lsa, yozma ariza bering va yozma javob so'rang. Yozma javobda nima sababdan rad etilgani ko'rsatiladi. Shundan keyin siz yuqori tashkilotga, adliya organlariga yoki sudga murojaat qilish imkoniga ega bo'lasiz. Og'zaki gap esa ertaga isbot bo'lmaydi. 7-qadam, yaqinlaringizga yordam bering. Ko'p keksalar internetdan foydalana olmaydi, hujjatni tushunmaydi, ariza yozishga qiynaladi. Agar siz yoshroq bo'lsangiz, ota-onangiz, qo'shningiz, yolg'iz yashaydigan qarindoshingizga yordam bering. Ularning pensiya daftarchasi, bank kartasi, hujjatlari, telefoniga kelayotgan xabarlarni tekshirib bering. Lekin buni hurmat bilan qiling. Pensionerning puli va hujjati uning shaxsiy mulki ekanini unutmang. 8-qadam. Har bir hujjatdan nusxa va surat saqlang. Telefoningizda alohida papka oching. Mehnat daftarchasi sahifalari, arxiv ma'lumotnomalari, tug'ilganlik va nikoh hujjatlari, pensiya bo'yicha javob xatlari. Ariza topshirilgan kvitansiyalarni suratga oling. Qog'oz yo'qolishi mumkin, lekin sifatli surat ko'p holatda hech bo'lmaganda izlashga yordam beradi. Albatta, rasmiy ishda asl hujjat talab qilinishi mumkin. Lekin elektron nusxa sizni ko'p ovora bo'lishdan saqlaydi. 9-qadam, mish-mish emas, rasmiy manbaga tayaning. Agar 1 iyuldan falon pul berilar ekan degan xabarni ko'rsangiz, avvalo pensiya jamg'armasi, hukumat portali, adliya vazirligi yoki rasmiy davlat xizmatlari manbalaridan tekshiring. Telegramdagi noma'lum kanallar, audio xabarlar, bir tanishim aytdi degan gaplar ko'pincha noto'g'ri bo'ladi. Noto'g'ri ma'lumot odamni bekor ovora qiladi yoki firibgar qo'lga tushiradi. 10-qadam, kelajak pensiyangizni bugundan o'ylang. Agar hozir ishlayotgan bo'lsangiz, ish beruvchingizdan mehnat shartnomangiz borligini, rasmiy ish haqi to'g'ri ko'rsatilganini, soliq va ijtimoiy to'lovlar yuritilayotganini tekshiring. Oylikni konvertda olish bugun foydali ko'ringani bilan ertaga pensiya zarar bo'lishi mumkin. Ayniqsa yoshlar shuni tushunsin. Pensiya tizimi uzoq muddatli hisob-kitob. Bugungi har bir rasmiy ish yilingiz kelajakdagi kafolatingizdir. Men yana bitta juda muhim narsani aytaman. Har bir fuqaroning holati individual. Bir odamga qo'shilgan pul boshqasiga ham albatta qo'shiladi deb o'ylamang. Bir pensionerning staji 35 yil, boshqasiniki 22 yil. Birining ish haqi yuqori bo'lgan, boshqasiniki pastroq. Birida imtiyozli davr bor, boshqasida yo'q. Birida hujjatlar to'liq, boshqasida arxiv izlash kerak. Shuning uchun eng to'g'ri yo'l o'z holatingizni rasmiy tartibda tekshirtirish. Agar sizda savol tug'ilsa, masalan, onam 58 yoshda, 25 yil ishlagan. Pensiyaga qachon chiqadi? Otam o'tgan yil harbiy xizmat qilgan, stajga kiradimi? Mening mehnat daftarcham yo'qolgan, nima qilaman? Bo'g'uvchisini yo'qotganlik pensiyasi uchun qayerga boraman kabi savollar bo'lsa, ularni izohda yozing. Men imkon qadar ko'pchilikka tushunarli qilib, keyingi videolarda alohida mavzu qilaman. Chunki pensiya masalasida bitta video bilan
hamma holatni to'liq qamrab olish qiyin. Lekin asosiy yo'nalishni bilsangiz, siz allaqachon katta xatolardan saqlanasiz. Xulosa qilib aytaman. 1 yildan pensiya jamg'armasi bo'yicha yoqimli tomoni shundaki, fuqarolar uchun xizmatlar yengillashishi, ortiqcha hujjatbozlik kamayishi, elektron ma'lumotlar orqali ko'p jarayonlar tezlashishi kutiladi. Lekin bu hamma avtomatik ravishda bir xil pul oladi degani emas. Kim o'z hujjatini tekshirsa, stajini aniqlasa, xatolarni vaqtida tuzatsa, o'ziga tegishli haqni olish imkoniyatini oshiradi. Men sizga maslahatimni aniq aytdim. Hujjatlaringizni yig'ing, stajingizni tekshiring, elektron bazadagi ma'lumotlarni solishtiring. Yetishmayotgan davrlar bo'yicha arxivga murojaat qiling. Shubhali xabarlarga ishonmang va har doim yozma javob oling. Bu oddiy qadamlar sizni katta muammolardan asraydi. Agar bu ma'lumot sizga foydali bo'lgan bo'lsa, videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va izohlarda yozing. Sizningcha pensiya jamg'armasidagi eng katta muammo nimada? Hujjatbozlikdami, stajni topishdami yoki pensiya miqdoridami? Savollaringizni ham yozib qoldiring. Men ularni ko'rib chiqaman va keyingi videolarda yanada batafsil tushuntirib beraman.